Bu mobilograflar uchun Sony 6700 kamerasi va nega aynan mobilograflar bu kameraga o'tishi hozir sizlarga asosiy 5 ta sababini aytib o'taman. Birinchi asosiy sabablardan biri bu kamerani komplektining ichida universalli 24-135 mm obyektivi chiqadi. Ya'ni bu obyektiv orqali siz любой turdagi yo'nalishda, xoh bu bo'lsa ekspertni, food content, uy syomkalarida любой yo'nalishga tushadi. 24 mm obyektiv bu telefon Note 08X, a 135 ligi esa bu 6X, ya'ni zoom degani. Endi bundan buyog'iga sizga qimmat kamera olish kerak bo'lmaydi, lekin buni f2.4 diafragmasi orqali siz ham mana shunaqa ko'rinishdagi kino, bokeh effektlarini olishingiz mumkin. Uchinchi sababi, kamera 4K 120 fps olganligi uchun endi sizning kontentlaringiz yangi urovnga chiqishi aniq. Sony A7 kamerasini ishlatgan videograflar bilishadi, monitorni regulировка qilish imkoniyati yo'q, lekin bu kamerada siz buni qila olasiz. Va eng oxirgi sababi esa bu kamera siz o'ylagandan ancha arzonroq. Shu va shunga o'xshash texnikalar bo'yicha Unicell o'z do'konlariga murojaat qilishingiz mumkin.